Nega bo'ysunishim kerak? Bo'ysunmayman. Ijtimoiy tarmoqlarda haydovchilar va ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida tortishuv yuzaga kelgani aytilgan videolar tarqaldi. Xo'sh, bu xabarlar qanchalar haqiqatga yaqin? Nima o'ryapti? Videolardan ko'rinadiki, 2 nafar shaxs Cobalt rusumli avtomashinaning orqa o'rindig'ida ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmaydi. Aniqlanishicha, bu haydovchilar aka-ukalar bo'lgan. Shu yo'lda kelayotgandim, ichki ishlar xodimlariga bo'ysunmasdan qochdim. Qarshi ko'rsatdim, bo'ysunmadim. Bo'lgan ishimdan pushaymonman. Qayta takrorlanmay kechirim so'rayman. Yugurib keldim. Akamni olib ketayotgan ekan, ichki ishlar xodimiga faol qarshilik ko'rsatdim, olib ketmagan akamni. Bu holat boshqa takrorlanmaydi. Qolganlarga ham tavsiyam bermayman. Hammadan kechirim so'rayman. Vaziyat yuzasidan Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati bizga rasmiy izoh berdi. Jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tuman sudi tomonidan ma'muriy ish ko'rib chiqilib, fuqarolar O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi 1-qismi va 195-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etgan deb topilib, bazaviy hisoblash miqdorining 7 baravari hamda 3 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Hurmatli haydovchilar, yo'llarda xizmat o'tayotgan xodimlar qonuniy talabiga bo'ysuning. Janjal chiqarish, murosasizlik qilish oqibati yuqoridagi kabi yakun topishi mumkinligini unutmang.